La ilahe illalloh anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin degan duo bor, bilasizlar. Assalomu alaykum hammaga. Yunus alayhissalomni kitti qornida o'qigan duosi. Shu duoni men примерно 1 oydan oshiq bo'lib qoldi. Почти что adashmasam. Endi haligi ehtiyotkorlik, qo'rqoqlikka kirmaydi deydi, shu gapga o'xshab. Misol uchun dan xodimlari bo'ladi-ku, men chiroyli qilib aytganda. Dan xodimlarini ko'rayotganimda, уже men shu duoni o'qigandan keyin Allohning qudrati bilan bilsanglar, haligilarni betini shunday tezkor qilib qo'yapti Alloh bor, qudratiga qoyil qolish, cheksiz qoyil qolsak bo'ladi. Bir marta hammani to'xtatyapti, bilmayman. Hozirgiga o'xshagan juda ko'p gaishnilar turibdi, hammani bitta to'xtatyapti. Meni ham to'xtatsa kerak dedim. Bari o'qiyordim hali duoni, bitta o'qib turib. Kelsam Allohning qudrati bilan bir 20 tacha odam dan xodimi ashi. Shunday teskari qarab qolish, shunday teskari qarab turishgan paytiga men to'g'ri kelib qoldim. Bitta meni o'tkazib yubordi. Bir marta bo'lsa to'xtatdi, chunki telefonda gaplashyotgandim, kelib qoldim, gapirayotgan paytimda o'qolmay qoldim. To'xtatgandan keyin ham shunda to'xtadim. To'xtagandan keyin bo'lsa, endi kech bo'lsa hechdan ko'ra kech deb turib, ana yerda ham shu duoni o'qib oldim. Dokumentlar istesam orqamda уже kelib turgan ekan. Shu aynada ochib qo'ygan edim. Shunaqa bir muloyimlik bilan qalbini shu darajada yumshatib qo'yibdiki, Allohim. Yirjayt deyapti. Dokumentni tityapman, уже kelib tura oldimga, ketoring deb muloyimlik bilan gapiryapti. O'zi bilasizlar, tem bo'ldi Rossiyada вообще bu mana грубо отношение qilishadi. Allohning qudratiga tan qolmasdan iloji yo'q. Shuning uchun doim qanaqadir bir zolim inson, kimgadir bir zolimlik qiladigan inson bo'lsa, boshqa bir shunga o'xshagan vaziyatlarga ketayotgan bo'lsanglar, shu duoni men oldin ham o'qiganman. Ta'siri sirraz bilinadigan ta'sir. Haligi zolim insonni biror bir nachalningiz bo'ladimi, boshqasi birov sizni so'kish kerak, siz borasiz, siz so'kish eshitasiz. Otangiz bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, haligi duoni o'qib borsanglar, inshaalloh Alloh qalbiga shunchalik yumshoqlikni joylashtirib qo'yadi. Mana shunaqa.